Ko'rayotganinglar Şinjan Uyg'ur Avtonom rayonluq adabiyot san'atchilar birlashmasi Al Nag'michilar jamiyati bosh bo'lib tashkillangan Şinjan Paridio xalqaro savdo cheklik shirkati tajdorlikni ustiga olgan Şinjan Faxriy savdo cheklik shirkati alohida hamkorlashgan Toshqin guruhi alohida qo'llagan Paridio milliard kulki sahnasi. Onun dükkanında ölüp geçsen 1000 so'mlik mal çıkmaydı. Rasma, onun bir yıllık GDP'si mi 1000 so'm emas? Tuxum neyip geldin ki? Ya sen ne kadar tuxum adam sen? Kaç tuxum? 5 tuxum mu? 5 tuxum bu. 5 tuxumlarım sen pa uğraş gitem de ey. Kursum mu mukumla? 5 tuxum. Yüzgürüm tendim, bursum 5 ma dedi. Yo aga ağaç tuxum çıkıp kögüne. Yaman çoğun ticaretkende işki sevet tuxumunga. Buğrunda jiri. İle işin eldi. Vay yağaşı güpül takıp tuğniyadır. Nereden tapmamacılar tuxum ne dedi. Kork gettim cuma. Ben bir yerde oğurlap geldim canım aka. Hedem oğul boşangan. Şu hoş haber ettim. Hemiz maçta bir daldan tuxum beydi. Rızakın. Meldi ki 5-6 seyrekini işi doğru. Sen közüm gül de göründüğün seyrek sen cuma. Sen de ticaret anba kesakan. Senin adamlamayası tuğdugan 5-6'sını gördüm ben. Emiz tuğdu açlarını hoş haberini itip. Yığmam sat tuxum ne? Sana mı yakşı? Bana mı yakşı? Ben 20 tane onun satın o şeye kapırıp 40 tane sattı de o. Şeye kapırıp yerlik tuxum da. Meyli arkadaşlar kılsam et bu hoş haberini. Sana reyne iş tuxum. Da bir kanızını verip ma tuxumları manığı yötker dedim. Evet oturup o sen ben aldık ketti. Bir. İki. 3. Sana ka yaman putumak geldi. 5'ten alay içiyorsam. Ya ekilsiz bir. Sen beni bir andarak şıltayman. Birden kılıyor işte bu maydı. Ölüp kalmaysa. 60 dal tuxum çıktı. 60 dal tuxum. 20 tenden 13 so'm. 13 so'm pulga nima ish qilsa deydi. Kampitli bagina jinim aka 13 so'mga. Men shuni elimi yomon o'tib ketyapti. Kampitli bag bo'lib hech nima olmayman. 13 so'mlik kampit. Bölümümüz bir so'mlikdan 8 kilo kampit sektimsa. 8 kilo sektimsa dükkanı taqaymamanmi? Onu şu tügeydi kampiti. O sen şehir çıkıp açıkmamsa yana atsam. Vaqt chiqamdi degine deb yana sen ben aldık kelib. Dushanbe şehir tushib oldum. Seshanbe taq chiqimiz. Chorshanbe qaynoqda ahadning to'yi. Seshanbe oyish. Cuma aqinatlarniki varmiz. Shanbe mahat vaqt chiqmaydi-ku deb. Vaqtnimi sen bendi chiqaraman be? Bununla nispeten bu sen ben bir kompüter. Hani biz dükkanğa ihtiyaçlıq bo'lib qolganligimiz uchun sampan alımız o. Bu aşı sampanga ihtiyaçlıq bo'lib qolib başqa dükkan alib. Aşındaq evisi vardı. Ya Rozaqon, bu da 13 so'm pulingni qo'lingga naq beraysan ham. Ma kampit mening ko'nglimda bir so'lay qoldi, kampitni bir xalta berib, 13 so'm pulimni berdi. Kashqurun shundan. Bu o kenki kayfiyatimga birnim to'g'ri kelmaydi. Buğrandaki öyle kirsem kelinlerden bir yeni tukan, elleyi bile ayakta yetipti. Apam sayı koru yetipti kara. Gel. Koru yetipti. Kempit makulumda pul maştalı kürüydüm. Uyay ben! Oy aşk olsan bak ben kim kasıp? Tamam kız. Hey uzaksın. Canım apa senin emek mi? Üzem tip geldin bu ne? Ne yaptın? Canım apa ben hoş haber ettim 60 dal tuxum sattım. Şu 13 so'm pul oluptu ama kampitni bekağı bär deysen kan bunu pul. He. Ben qanday qilsa bu ne dedim. Ufkamga beraychi. Men ufkamni kampit yap cho'ng olsun-chu bir. Tam apam yana tekoq dastatdi meni. Balam, ufkan tek bugün tug'ildi. Onun çişleri yok. Manga ben sakla koyay sandıkta. Ya bilmem yapamam ben o. Sen sandım ya. Ama diyenin özü. Cık yaptı o. Cık insan çişlerin kurtla gidiyordu dedi. Vay o mu be bedenim ses kesim yayım ben bu kadar. Demeyim sana. Ya
Kempitini beşim koyup 13 so'm pulim bor. Yetib qoldim. Bu pul tap, o jiq pul 13 so'mchu. Ras. 2 so'mga go'sht olsang, bir uylik odamning lag'miniga yetkidek go'sht keldi o chaqda. 2 so'mni qasab tashlab qo'yib mushtoq, digirdi mushtoq, kichkina shu. Qo'g'lurdi, deb mushta deysan-da. O mening 13 so'm pulimga bir qo'yning yarmili keldi o chaqda. 13 so'm pullar yetib kamigan bir aqllar kelib ketib bordi qara. Pul topganki aql topsan ekan g'o. To'xtar o'zi. 13 so'm degan o'may pulmi? Kechgacha og'ildim bilan top o'ynab, lay o'ynab, at o'ynab, opam bilan so'qishib, kampit talishib yurgicha o'sha ishni qilmaymanmi men? Kechgacha top o'ynab, guldek bolalar baharmishda o'tib ketamda meniki. Yaplı bir ideya keldim. Ets qo'pib, yani chaliqaga o'ylab o'tib yutib olamaysan ekan xo'sh qavardi. Yana etdim. Qirib etdim tuxum degan 10 yil Jaloliddinning hadisi, u bo'shandi, uninkini etdim. Ağacı Ruqiyamdan u bo'shandi, uninkini etdim. Hey, aşta qilib kasbeli bir xo'sh qavarchiga o'ynab qoldim. Vay, bozor degan o'tjimi? Vay, yanchig'im puldan üzülmeydi, ağzım kempitdan üzülmeydi o qara. Hasan kamma shadil o'ynaydigan bo'lib ketdi u. Tuxumning foydasiga. Kirib, am o deydi, bir ishning neni yegandikin zudungla buning peygi tushsanka degina. Buda ko'chalarda odatda og'aylarim bilan o'ynayotgan bo'lsam, men dahmijiq o'ynab ketmayman ular bilan. Ama tijorat qilayotgan odam bo'laman. Va jugan bo'lsam, bir ig'royoq hadlarimda bellarini tutmadisiga men qoldi. Ular manga tuxumli ko'rindi qara. Dur. Voy, rahmat jinim adash, rahmat. Rahmat adash, rahmat. Rahmat adash. Mana tuxum degan. Şuna bilan ig'royoq hadrim uchrab qolsa, bir anda og'zing tatliq bo'lsa, halqi tayz bo'ldi-ku, bir amallarni qilib yiqilishma. Keyinda mangmanda shular bilan paranglashib, o'g'illi jiqlar, bu da bir qiz tug'ilgan bo'lsam deynamay, uchun tug'dim o'g'ilni men. Qiziqkansan, men o'g'il tug'ay deyapman men. O'ltirdi bo'lmasa qiz tug'sam meni. Deb mangandikin mana seksin bilib. Ammo hada qarasam, o'g'il juma hada seninki. Sen hoş olup ketken oğulga ihtiyaçlıkları. Yetkining kelsa ham. Sağ salomatlik tug'ib qolsa ada xo'sh xabar olmaydi-mi? Ama boshqa mendan boshqa bir xo'sh xabarchi yo'q ada bu malda. Ama voy ma'qul jinim soqamiz. Ama sen qiz ada. Munda qo'sham qiz o'ga mushtaq deb bizning sajdamadaman. Ne qiz tug'diga shuma. Buni xil birini bilamdi da qoldi ekan ularni. Jinim soqam qo'qitdan bazmazlikni tug'itib hech kim yomonlik qilmaydi-ku unda chaqda ayollar. Bu degan kelsa soqam xo'sh xabar saat degandikin. Hada, amsa sen mening rasmiy tizimimga oldim. Sen diqqat qilgan bir ish bor. Ig'ir bir nimlarni ko'tama hada. Bu da eriqlardan otlama, bunda ko'riklardan mang, ishlar qo'g'lab kelsa o'tirib ol. Yolg'iz yerim talaloq chiqmajimi hada biridan yegin kelsa meni izdajimi olsam, hamma qilsa ham. Tizimlab qo'yma. Hasan kam bilan ilm berim qilaverib, mening savodim chiqib bo'ldi-ku. Shu chaqda o'sha opamlar endi maliki cho'ng ayollar tug'utlarga arilishdi. Opam jiq ish ibrat deymanga. Olgun kirindi. Ham tug'utlar kirdi qara opam ba. Ma chiroq payz bo'ldi dejimi, endi to'liq keldim men. Shuning bilan boshqa bolalar yig'lab qag'ishib deb yetasi, jinim bolam shayga tushmay, kampit berma deb bezlaydi-ku. Meni opam qanday bezlaydi desanglar, Ro'zaxon, yig'ilma bolam. Gulbahradan oz qoldi. Hozir o'qishni san bitirma. Yani qilsam, amsi Hüseyinjallar devtime, yo'qoldijimi mayshan deydi. Shoppuda to'xtaymasligidir. U yomon cho'ng tijoratda ama. Mulozimat degani qilib qoldim bu hadlarimga, ama yomon bo'lsin demayman. Bizning ishning oldida bunda bir qiriyapti. Qishninkini muz o'ynab, qa o'ynab biz muz qilayotganda, chan o'ynab. Mana men sen yiqilchi seviyadan, Ayshadan, o Robiya madam ig'royoq, bu yerda tushib o'tirdi qara. Yiqinta qilaman. Peyqurg'ishni tashiga put qil dedim. Hada. O sarangmisan, qo'saq bilan mishadi menga sen. Bir odamning ajriga ishdan og'ir summam sen.